Mustaqillik faqat siyosiy erkinlik yoki davlat ramzlariga ega bo'lish emas. U eng avvalo inson hayotini yaxshilaydigan, uning dardiga davo, muammosiga yechim topadigan imkoniyatlarni yaratish demakdir. Shu ma'noda mustaqillik yillarida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar jamiyat hayotidagi eng muhim o'zgarishlardan biriga aylandi. Kechagi va bugungi tibbiyotni qiyoslasak, o'rtadagi farqni faqat yangi binolar yoki zamonaviy uskunalardagina ko'rmaymiz. Eng katta o'zgarish insonda tanlash imkoniyati paydo bo'lganidir. Bugun bemor qayerda, qaysi shifokor qabulida va qanday sharoitda davolanishni o'zi belgilashi mumkin. Xususiy tibbiyot ana shunday tanlov muhitini shakllantirgan muhim tarmoq bo'ldi. Mustaqillikning dastlabki yillarida xususiy tibbiy xizmatlar asosan stomatologiya, laboratoriya tahlillari va ayrim ambulator yo'nalishlar bilan cheklangan edi. Murakkab tashxis, yuqori texnologiyali jarrohlik yoki statsionar davolanish deganda ko'pchilik faqat yirik davlat shifoxonalarini tasavvur qilardi. Bugun esa xususiy klinikalar, kardiologiya, kardiojarrohlik, neyrojarrohlik, urologiya, onkologiya, reproduktiv tibbiyot, endoskopik va kam invaziv jarrohlik kabi o'nlab murakkab yo'nalishlarda xizmat ko'rsatmoqda. Ayniqsa 2017-yildan keyin sohadagi islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Litsenziyalash tartiblari takomillashtirildi. Xususiy muassasalarga yangi tibbiy ixtisosliklar bo'yicha faoliyat yuritish imkoniyati berildi. Zamonaviy tibbiy uskunalarni olib kirish va investitsiya jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Natija raqamlarda ham yaqqol ko'rinadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2017-yilda mamlakatimizda 3454 ta xususiy tibbiyot muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ularning soni 9200 taga yetdi. Nodavlat tibbiyot sektoridagi ixtisosliklar 50 tadan 225 taga ko'paydi. Xususiy muassasalardagi shifo o'rinlari mamlakatda mavjud jami statsionar o'rinlarning 35% tashkil etdi. Bu raqamlar ortida minglab yangi ish o'rinlari, zamonaviy tibbiy markazlar va eng muhimi odamlarning o'z hududida davolanish imkoniyati turibdi. Ilgari murakkab tashxis yoki jarrohlik amaliyoti uchun Toshkentga, ba'zan xorijga borishga majbur bo'lgan bemorlarning muayyan qismi bugun zarur tibbiy yordamni o'z viloyatida olish imkoniga ega. Xorazm viloyatidagi o'zgarishlar ham islohotlarning amaliy natijasini ko'rsatdi. 2025-yil boshida viloyatda faoliyat yuritayotgan xususiy tibbiyot muassasalari soni qariyb 500 taga yetgan. Birgina 2025-yilning o'zida Xorazmda 71 ta yangi xususiy klinika litsenziya olib ish boshlagan. Bugun Urganch shahri va tumanlarda ko'p tarmoqli diagnostika markazlari, xususiy tug'ruq majmualari, kardiologiya, jarrohlik, reproduktiv salomatlik, nevrologiya va bolalar tibbiyoti yo'nalishidagi muassasalar faoliyat yuritmoqda. MRT, MSKT, raqamli rentgen, angiografiya, zamonaviy ultratovush va laboratoriya uskunalari endilikda poytaxtgagina xos imkoniyat bo'lib qolmayapti. 2025-yilda Urganchda 44 ta statsionar o'ringa ega kardiologiya va kardiojarrohlik markazining ish boshlashi viloyat xususiy tibbiyotidagi muhim voqealardan biri bo'ldi. Markazda kardiologiya, kardiojarrohlik, reanimatsiya, funksional diagnostika, laboratoriya va angiografiya yo'nalishlari tashkil etilgan. Bu Xorazmda xususiy tibbiyot oddiy qabul va tahlil bosqichidan yuqori texnologiyali davolash darajasiga ko'tarilganining amaliy ifodasidir. Xususiy klinikalar rivojining yana bir muhim samarasi malakali shifokorlar uchun yangi professional muhit yaratilganidir. Zamonaviy uskuna shifokorning bilimi va tajribasi bilan uyg'unlashgandagina haqiqiy natija beradi. Shu bois klinikalar tajribali jarrohlar, kardiologlar, akusher-ginekologlar, pediatrlar, neyrojarrohlar, anesteziolog, reanimatologlar va boshqa tor soha mutaxassislarini jalb qilishga intilayotir. Ayrim muassasalarda tibbiyot fanlari doktorlari, professor va dotsentlar, respublika ixtisoslashgan markazlarda tajriba orttirgan shifokorlar faoliyat yuritmoqda. Rossiya, Turkiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Hindiston va boshqa mamlakatlar mutaxassislari bilan hamkorlikda konsultatsiyalar, mahorat darslari hamda murakkab operatsiyalar tashkil etilayotgani mahalliy kadrlar malakasini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda eng muhim natija xorijiy tajribaning bir martalik tashrif bo'lib qolmasdan mahalliy shifokorning bilim va amaliy ko'nikmasiga aylanishidir.
xususiy tibbiyot xizmat ko'rsatish madaniyatiga ham yangi talablarni olib kirdi. Oldindan qabulga yozilish, elektron navbat, tahlil natijalarini telefon orqali olish, bemorga belgilangan vaqtda xizmat ko'rsatish, tunu kun ishlaydigan bo'limlar va shinam palatalar bugun oddiy qulaylik emas, tibbiy xizmat sifatining tarkibiy qismiga aylanmoqda. Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar tufayli Xorazmda xususiy tibbiyot oddiy qabul va tashxis xizmatlaridan murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajaradigan zamonaviy tizimga aylandi. Urganch shahrida faoliyat yuritayotgan Surjimed, Endomed hamda ona va bola klinikalari ana shu taraqqiyotning yorqin ifodasidir. Ularni birlashtirib turadigan asosiy maqsad yuqori texnologiyali tibbiy yordamni aholiga yaqinlashtirish. Рассказать о том, почему мы развиваем медицину в Хорезмской области на высоком международном уровне. Все это началось очень-очень давно, с реформ уважаемого президента Шавката Мирамоновича, Men Xorazm viloyatida tibbiyotni yuqori xalqaro darajada rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar haqida fikr bildirmoqchiman. Bu jarayon avvalo muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistonda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar bilan bog'liq. Mamlakatda xorijiy kapitalning erkin kirib kelishi, investorlarning ishonch bilan faoliyat yuritishi, kiritilgan sarmoyaning huquqiy jihatdan kafolatlanish uchun mustahkam sharoit yaratildi. Ana shu islohotlar samarasida O'zbekistonda xususiy tibbiyotni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirish va xalqaro tajribani mahalliy amaliyot bilan uyg'unlashtirish uchun katta imkoniyatlar paydo bo'ldi. Men hamkasbim Sharif O'ktamovich bilan ko'p yillardan buyon tanishman. Uzoq yillik do'stlik, o'zaro ishonch va samarali hamkorlik munosabatlarimizning mustahkam poydevori bo'ldi. Eng muhimi, bugun har birimiz o'z vazifamiz va zimmamizdagi mas'uliyat uchun to'liq javob beramiz. Oramizdagi ishonch esa umumiy maqsad yo'lida dadil harakat qilishimizga imkon bermoqda. Ushbu klinikaning tashkil etilishi ham ana shu hamkorlik va ishonchning amaliy natijasidir. Klinika Xorazm viloyati tibbiy xizmatlar bozorida qariyb 5 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Shu davr mobaynida u nafaqat Xorazmda, balki O'zbekistonning boshqa hududlarida ham zamonaviy tibbiy xizmatlarni rivojlantirishga turtki berayotgan muhim markazlardan biri ekanini ko'rsata oldi. Bugun mazkur klinikaga Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa mamlakatlardan ham bemorlar kelmoqda. Bu tibbiy turizmning rivojlanayotganidan dalolat beradi. Bemorlar Xorazmdagi xususiy klinikani bejiz tanlamayaptilar. Bu yerda ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarning sifati, ishonchliligi va hamyonbopligi ular uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xorijiy fuqarolarning O'zbekistonga erkin kirib kelishi, zarur tibbiy xizmatlardan foydalanishi uchun yaratilgan qulayliklar ham sohaning rivojlanishiga xizmat qilyapti. Tibbiyot chegara bilmaydi. Inson qayerda yashamasin, sifatli va ishonchli tibbiy yordam olish huquqiga ega. Bizning asosiy maqsadimiz ham har bir bemorga ana shunday imkoniyatni taqdim etishdir. Kelgusida faoliyatimizni faqat tor ixtisoslashtirilgan jarrohlik yoki tug'ruqxona xizmati bilan cheklab qolish niyatimiz yo'q. Biz tibbiyotning yanada ko'proq yo'nalishlarini qamrab olishni rejalashtirganmiz. Jumladan og'ir jarohat olgan, insult yoki infarktni boshdan kechirgan bemorlar uchun zamonaviy reabilitatsiya bo'limini tashkil etish muhim rejalarimizdan biridir. Chunki bunday bemorlar murakkab davolash jarayonidan keyin ham uzoq muddatli va malakali tiklanish yordamiga muhtoj bo'ladilar. Afsuski, ayrim hollarda aynan reabilitatsiya bosqichi yetarlicha e'tibordan chetda qolmoqda. Biz esa ushbu toifadagi bemorlarni ham to'liq qamrab olish, ularning hayot sifati va kundalik faolligini tiklashga yordam berishni istaymiz. Kelajakda klinikada angiografiya xizmatini ham yo'lga qo'yish, bosh miya va yurak-qon tomirlarida kam invaziv amaliyotlarni bajarish imkoniyatini yaratish ham rejalarimiz qatorida. Menimcha bu klinika rivojining navbatdagi muhim bosqichi bo'ladi. Tibbiyotda bir joyda to'xtab qolish mumkin emas, chunki dunyo tibbiyoti har kuni o'zgarmoqda. Yangi texnologiyalar, samarali davolash usullari va ilg'or yondashuvlar paydo bo'lyapti. Shu sababli biz xalqaro tajribani muntazam kuzatib boramiz. Har yili turli mamlakatlarga tashrif buyurib, tibbiyot qaysi yo'nalishlarda rivojlanayotganini, qaysi usullar istiqbolli ekanini va qanday texnologiyalar bemorlarning yaxshiroq yashashiga yordam berayotganini o'rganamiz. Biz uchun taraqqiyot faqat yangi bino qurish yoki zamonaviy uskuna olib kelish emas, haqiqiy taraqqiyot inson hayotini asrash, uning og'rig'ini kamaytirish va bemorning ertangi kunga bo'lgan ishonchini qaytarishdir. Shu bois biz erishilgan natijalar bilan cheklanib qolmaymiz. Xalqaro tajriba, zamonaviy texnologiya va mahalliy mutaxassislarning salohiyatini birlashtirib, Xorazm viloyatidagi tibbiy xizmatlar ko'lamini yanada kengaytirishda davom etamiz.
как развивается, какие направления перспективные, какие направления помогают пациентам лучше жить, лучшее качество помощи медицинской получать, и благодаря этому направления будут другие тоже добавляться. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan qilingan islohotlar mana shu xususiy sektorga, jumladan o'zimiz ishlayotgan mana shu Surjimed klinikasini yanada rivojlanishiga katta imkoniyatlar yaratib berdi. Xususan biz kabi yosh kadrlar o'z ustida ishlab, chet ellarda malaka oshirishga katta imkoniyatlar yaratildi. Jumladan o'zim ham har yili xorijiy mamlakatlarni yetuk klinikalarda malaka oshirib, shu yerda o'rgangan bilimlarimni shu o'zimizni xalqimizga sog'lig'ini himoya qilish maqsadida ishlatishda shuni o'zim oldimga maqsad qilib qo'yganman. Xorazm viloyatida birinchi marta mana shu burunning murakkab operatsiyalari, burun va yuqori labning tug'ma nuqsonlaridagi o'tkaziladigan operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Mana shu operatsiyalarni hozirgi erta davrdagi natijalari ancha yaxshi va xalqimiz bundan xursand. Bundan tashqari burunning boshqa operatsiyalari, ya'ni tashqi ko'rinishidagi travmadan keyingi deformatsiyalari va nafas olish faoliyatining buzilishlari, quloq nog'ora parda teshilishlari va quloqning eshitish funksiyalarining pasayishlari kabi holatlarda ham yuqori texnologik operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz va hozirda bemorlarimiz bizdan mana shu operatsiyalar natijalaridan ancha xursand. Xususiy tibbiyotga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, mana shu klinikamizda barcha operatsiyalarni kam invaziv, ya'ni endoskop nazorati ostida bajaramiz va mikrodebrider degan asboblarimiz yordamida yuqori aniqlikda to'qimalarni zararlamasdan lazer yordamida va boshqa usullarda mikroskop yordamida quloq nog'ora pardalarini yamashda mana shu apparatlar bizga ancha ko'makdosh bo'ladi. Hozirda o'zim adenoid vegetatsiyalarini davolash, kam invaziv davolash bo'yicha yangi operatsiya turini joriy qilyapman. Mana shu ustida ilmiy ish olib boryapman. Ilmiy ishim yakuniga ancha yetib qoldi. Shu yil oxirigacha himoyamizni o'tkazib, mana shu usulni amaliyotga tatbiq qilamiz. Bu usul operatsiya vaqtini, operatsiya asoratlarini juda ham qisqartirib beradi va bemorni tiklanish faoliyatini, ya'ni o'sha kunning o'zida bemorni uyiga ruxsat berishga imkoniyat beradi. Ya'ni bu usul elektroporatsiya yordamida adenoid vegetatsiyasini olish hisoblanadi. Hozirda butun dunyoda hali endi birinchi marta tatbiq qilinyapti bu usul lor a'zolarida. Mana shu usulni yanada rivojlantirib, xalqimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni o'zimizga oldimizga asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Surjimed bugun ko'p tarmoqli klinika sifatida umumiy, tarakal va bariatrik jarrohlik, neyrojarrohlik, travmatologiya, ortopediya, qon tomir jarrohligi, urologiya, proktologiya, mammologiya va plastik xirurgiya yo'nalishlarini qamrab olgan. Klinikada bir kunlik amaliyotlardan tortib, oshqozon hajmini kichraytirish, bo'g'imlarni almashtirish, ko'krak qafasi nuqsonlarini tuzatish va o'pka kasalliklaridagi murakkab operatsiyalargacha bo'lgan xizmatlar ko'rsatiladi. Bu amaliyotlarning ahamiyati shundaki, ilgari Toshkent yoki xorijda bajarilishi tasavvur qilingan muolajalarning muayyan qismi bugun Urganchning o'zida amalga oshirilmoqda. Natijada bemorning yo'l, vaqt va qo'shimcha xarajatlari kamayadi. Eng muhimi, operatsiyadan keyingi kuzatuvni yashash joyiga yaqin hududda davom ettirish imkoniyati paydo bo'ladi. Mamlakatimizda olib borayotgan islohotlar fonida xususiy sektorimizga kuchli e'tibor qaratilgan. Hozirgi kunda shu jumladan ona bola klinikasi tashkil etildi. Xorazmda birinchilardan bo'lib 1,5 yil bo'ldi. Shu kunning ichida minglagan bemorlarga xizmat ko'rsatildi. Bizda asosan urg'imiz shu ona va bola odana mos ravishda ko'proq tug'ruq jarayonlarini, homiladorlik jarayonlarini qaratilgan. Bizda bo'lib turgan asosiy jarrohlik amaliyotlari keser kechishdan tashqari bemorda kista bo'lishi mumkin. Xirurgik amaliyotlar ham yo'lga qo'yildi. Travmatologik yordamlar ham berib turibmiz. Neyroxirurgik amaliyotlar ham yo'lga qo'ydik. Mutaxassislarimizni ko'paytirdik. Har bir kelgan mijozimiz bizdan shu rozi bo'lib ketishi uchun iloji boricha qayerindan kasali bo'lsa, shu kasalga yordam berib bilamiz. Hamma mutaxassisimiz yetarli. Klinikamiz 24/7 rejimida ishlab turibdi. Bo'lib turgan yutuqlarimiz shu islohotlarning samarasi deb o'ylayman. Barcha yurtdoshlarimizga sog'lik tilagan holda shu kirib kelayotgan mustaqilligimizni 35 yilligi bilan tabriklaymiz.
Endomet klinikasi ham invaziv jarrohlik va qandli diabet bilan bog'liq kasalliklarni kompleks boshqarishga ixtisoslashgan. Laparoskopik va endoskopik texnologiyalarning qo'llanilishi, katta kesmalarsiz operatsiya o'tkazish, bemorning tezroq oyoqqa turishi va tiklanish davrini qisqartirishga xizmat qiladi. Bu yerda jarrohlikni diagnostika, endokrinologik nazorat va keyingi reabilitatsiya bilan uyg'unlashtirishga intilish klinikaning muhim yutug'idir. Ona va bola esa xususiy tug'ruq majmuasi va reproduktiv tibbiyot klinikasi sifatida faoliyat yuritmoqda. Homiladorlikni kuzatish, xavfsiz tug'ruqni tashkil etish, ginekologik operatsiyalar, bepushtlikni tashxislash va davolash, EKU, ICSI hamda embrionlarni kryo ko'chirish kabi reproduktiv texnologiyalar yo'lga qo'yilgan. Klinika embriologlardan biri Rossiya inson reproduksiyasi assotsiatsiyasi, Yevropa inson reproduksiyasi va embriologiya jamiyati, ESHRI hamda Amerika reproduktiv tibbiyot jamiyati asrim a'zosi ekani xalqaro ilmiy muhit bilan kasbiy aloqalar mavjudligini ko'rsatadi. Klinikalar jamoasida O'zbekiston va Rossiyadan kelgan tajribali shifokorlar, tibbiyot fanlari doktorlari hamda yuqori toifali mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Germaniyalik umumiy va visteral jarrohlik mutaxassisi professor Aksel Richterning Endomet va Surjimetga tashrifi, operatsiya bloklari bilan tanishuv hamda tajriba almashinuvi xalqaro hamkorlikning amaliy ko'rinishidir. Ushbu klinikalar faqat binolari yoki uskunalari bilan mashhur emas. Ularning asosiy yutug'i murakkab tibbiy yordamni Xorazm aholisiga yaqinlashtirgani, mahalliy shifokorlar uchun yangi tajriba maktabini yaratgani va insonga o'z yurtida shifo topish umidini berganidir. Mustaqilligimizning qutlug' ayyomi arafasida tibbiyot sohasida fidokorona mehnat qilib, inson hayotini asrashga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular safida Xorazm viloyati sog'liqni saqlash tizimida ko'p yillardan buyon samarali faoliyat yuritayotgan Surjimet klinikalar tarmog'i bosh shifokori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, malakali tarakal jarroh Sharifboy Rahimiy ham bor. Sharifboy Rahimiy xalq salomatligini muhofaza qilish, murakkab kasalliklarni davolash, tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash hamda sog'lom avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi xizmatlari uchun 2-darajali salomatlik ordeni bilan mukofotlandi. Bu e'tirof bir shifokorning mehnatiga berilgan baho bo'lish bilan birga, tibbiyot sohasidagi izlanish, fidoyilik va mas'uliyatning ham munosib qadrlanishidir. Yangi O'zbekiston islohotlarimizdan keyin tibbiyotda ham xususiy sektorda kuchli o'zgarishlar bo'lib ketdi. Shart-sharoitlarni qilib, yangi texnologiyalarni olib kelganingizdan keyin ilgari faqat 2 ta yo'nalishda tibbiy xizmatga litsenziya beriladigan bo'lsa, hozir yuzlagan yo'nalishlarga litsenziya berish amalga oshirilyapti. Shu jumladan shifokorlarning malaka oshirishlari ham e'tibor qaratilib boshlandi va xususiy sektor o'z imkoniyatidan kelib chiqib, davlatimizga yangi asbob-uskunalar olib kelishga va ilgari iloji yo'q bo'lgan kasalliklarni davolashga yaqindan yordam berib kelmoqda. 30 ta tibbiyot xodim bilan ish boshlagan bo'lsak, hozirda 250 dan ortiq tibbiyot xodim, 60 dan ziyod vrachlar, shifokorlar, shulardan 10 dan ziyodi tibbiyot fan nomzodlari, fan doktorlari bo'ldi. O'z navbatida bizlarning klinikamiz 3 ta filialdan iborat hozirgi kunda. Bu albatta islohotlarning mevasi hisoblanadi. 5 yilning ichida bunaqa 3 ta binoni qurib, har bir binoda o'zini maxsus yo'nalishlarini tashkil qilish bu hech bir davrda kuzatilmagan hodisa deb bilaman. Biz hozir Surjimet klinikamizni 3 ta yo'nalishini aytadigan bo'lsak, birinchi klinikamiz bu ko'p funksiyali klinika bo'lib, bu yerda 30 dan ziyod sohalar bor. Ikkinchi klinikamiz bu ona bola klinikasi, bu yerda asosan tug'ruq kompleksi va perinatal markaz bo'lib, bu yerda ona va bola sog'lig'i g'amxo'rligida hamma yo'nalishlar yaratilgan. Uchinchi klinikamiz bu Endomet klinikasi kam invaziv metodlarga asoslangan bo'lib, bu yerda diabetik sentr o'z faoliyatini bajaradi va xalqimizga yaqindan yordam berib kelmoqda. Hozirgi kunda
bizlarni o'zimizni klinikalarimiz tarmog'ida 250 dan ortiq tibbiyot xodim o'z faoliyatini olib boradi va aholiga yaqindan yordam berib kelmoqda. 13 avgust kuni muhtaram prezidentimiz farmoni e'lon qilinibdi va tabriklar kelib boshladi. Bu farmonga ko'ra men 2-darajali salomatlik ordeniga munosib ko'rilibman. Bu albatta yangi O'zbekistonda islohotlar natijasi deb bilaman. Muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Bu o'z navbatida bizlarga yanada mas'uliyatli ishlashga, o'z sohamizni rivojlantirishga, xususiy sektorni dunyo darajasiga olib chiqishga yordam beradi. O'ylaymanki, unvonlardan keyin bizlar ishimizni yanada kuchli davom qildiramiz va klinikamizni yangi asbob-uskunalar bilan, mana angiograf asbobi bilan ta'minlashga, magnit rezonans tomografiya olib kelishga va onkologiya sohasini yanada kuchli rivojlantirishga sarflaymiz deb o'ylaymiz va bu o'z navbatida viloyatimizni aholisini salomatligini yanada oshirish imkoniyatini ko'paytiradi. Yil oxirigacha 300 ga yaqin ishchi bo'lishimizni rejamizga kiritganmiz. Eng asosiysi xalqimizga yanada ko'proq sifatli xizmat qilishimizdan mamnunmiz. Bugun Sharifboy Rahimiy rahbarlik qilayotgan Surjimed tizimi tarkibida bir nechta zamonaviy klinika faoliyat yuritmoqda. Surjimed klinikasida aholiga turli tibbiy yo'nalishlar bo'yicha malakali yordam ko'rsatilsa, Endomed klinikasida yurak xastaliklari va qandli diabet bilan bog'liq kasalliklarni aniqlash hamda davolashga alohida e'tibor qaratilgan. Tarmoq tarkibidagi ona va bola klinikasida esa homiladorlik davrida ayollar salomatligini nazorat qilish, ona va bolani tibbiy muhofazaga olish, xavfsiz tug'ruq hamda chaqaloqlar parvarishi bo'yicha zamonaviy xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Yangi O'zbekiston islohotlaridan kelib chiqadigan bo'lsa, chet eldan olib kelinadigan asbob-uskunalarga qo'shimcha qiymat solig'i olinmasligi bo'ldi va bu o'z navbatida klinikalarda yangi asbob-uskunalarning ortishiga va aholiga ko'proq xizmat ko'rsatishiga olib kelyapti. Mana bizlarda hozirda shartnomalar tuzildi chet el kompaniyalari bilan, Germaniya, Hindiston, Xitoy kompaniyalari bilan angiograf apparatini sotib olyapmiz. Bu Endomed klinikasida bo'ladigan o'zgarishlarimiz. Ona bola klinikamizda o'z navbatida magnit rezonans tomografiya apparatlari va kompyuter tomografiya apparatlari olib kelinyapti. Surjimed klinikamiz bu ko'p funksiyali 30 dan ziyod mutaxassislar ishlaydigan klinika. Bu klinikada yangi laparoskopik asbob-uskunalar, torakoskopik asbob-uskunalar yana olib kelinyapti va sentyabr oyidan bizlar yana yangi kuch bilan ko'proq mutaxassis va tibbiy xodim bilan ishni davom ettiramiz. Shuningdek, hozirda eng bir qiyin soha hisoblanib turgan O'zbekistonda o'zida bu Parkinson kasalligini kam invaziv bosh miyada bajariladigan operatsiyalar hisoblanadi va bu operatsiyalarni yo'lga qo'yish maqsadida bizlar Sankt-Peterburgdan mutaxassislar chaqirdik va bizlarning vrachlarimiz Sankt-Peterburg shahrida Bekhterev universitetida malaka oshirib keldi. Yaqin kunlarda u apparatni ham o'zimizga qabul qilib, shu yerda Parkinson va tutanoq sindromi kasalliklarini davolashga yo'l ochiladi. Muhtaram prezidentimiz boshchiligida qilinayotgan islohotlar xususiy sektorni juda ham kuchli rivojlantiryapti va bu o'z navbatida bizlarni ilhomlantiradi. Qanchalik xususiy sektor kuchli bo'lsa, bu aholimiz minnatdorchilikka olib keladi va salomatligi yanada yaxshilanishiga yordam beradi. Bizlar ham o'z navbatida kelajakda niyat qilib qo'ydik markazimizni ilmiy darajaga olib chiqishga va undan tashqari sentyabr oyidan Germaniya bilan aloqalarimizni yaxshilab, u yerdan SES fondi orqali vrachlarimizni birga bizlarning klinikamizda bizlarning vrachlarimiz Germaniya yetuk klinikalarda malaka oshirishiga shartnomalar tuzdik. O'ylaymanki, kelajakda bizlarning klinikamiz ham ilmiy, amaliy dunyo tanigan markazlardan biri bo'ladi. Shifokor mehnatining eng katta natijasi sog'aygan bemor va uning hayotga qaytgan ishonchidir. Bugungi natijalarga qarab bir haqiqatni anglash mumkin.
Mustaqillik tibbiyotga faqat yangi binolar emas, yangi tafakkur olib kirdi. Shifokorga izlanish, tadbirkorga investitsiya kiritish, bemorga esa tanlash imkonini berdi. Kecha olis bo'lib ko'ringan zamonaviy tibbiyot bugun Xorazm aholisiga tobora yaqinlashmoqda. Eng katta yutuq esa uskunalar yoki binolar sonida emas. Asosiy natija insonning dardi bilan uzoq yo'lga chiqmasdan o'z yurtida, o'z hududida malakali shifokordan umid va shifo topish imkoniyati kengayganidir.